Qo'qon Optim bozori, bu bozorda ishlab chiqaruvchilar, birinchi qo'l sexchilar bilan ishlaysizlar. Hozir bu yerdagi narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Bu ro'mollar 13 ming so'm ekan Optimga. Ular necha pul? 45 ming. 5 yosh 7 yosh, ha? Mana kichkinasi bundan katta. Bu kichkina razmer, bundan kattasi ham bor. Qo'qchilar necha pul ekan? 5 ming so'm. Hamma rangidan bor ekan. Pijamalar necha pul? 30 ming so'm ekan bu pijamalar. 3 ta razmerli. Ko'ylakchalar necha pul ekan? 20 ming so'm. To'qim, ha? Necha pul? Adidas? 100 mingga 3 tadan ekan, ha bu tepapas. Adidas. Yuqaroqlar necha pul? 30 ming. Yuqaroqlar 30 ming so'm. Necha pul aka? 17,5 ming so'm Optimga. Ko'ylaklar necha pul aka? 32 ming. Ranglari bor. Necha pul ekan bular? 25 ming. Двойка, vishkali. Двойка. Necha pul ekan bular? 25 ming so'm. Ranglari bor ekan. Detskiy maykachalar necha pul ekan? Optimga 5 ming. Plaskalar necha pul ekan? 7 ming so'm. Kamzirlar necha pul ekan? 15 ming. Ranglari bor ekan. Kelin ko'ylakchalar 55 ming so'm. Ikkitali razmer, malikalar 45 ming. 3 yoshdan 6 yoshgacha, birinchi sinfdan 3 yoshgacha razmerlar. Optimga kelishtirib beramizmi aka? Optimga shunday o'tib beramiz. Yo'lidan. Pul bular xola? 20 ming. 20 ming so'm. Ko'ylakcha. Ranglari Xil rangi bor ekan buni. Qizil, yana bor rang. salatli. Kuchli. Necha puldan? 9 ming. 9 ming so'm ekan. Bo'lyapti 9 ming. Instagramga qo'yasiz. Tapkalar necha pul bular? 5 ming. 5 ming so'm. Bu yoqda qizlarniki ham bor ekan. Bular kattalarniki 5 ming so'm. Plaskalar necha pul xola? 12 ming so'm. Mana pasta ranglari bor ekan. Oqlari ham bor ekan.